Assalomu alaykum. Agar siz restoran egasi bo'lsangiz yoki qaysidir restoranni marketologi bo'lsangiz, bu video sizga manfaatli bo'ladi. Ismim Murod, Qalam marketing kompaniyasi rahbari va founderi bo'laman. 2019-yildan beri digital marketing bilan shug'ullanaman va Angliyaning London shahrida bir nechta brendlar bilan B-Bagel Bakery, Seven Dials Market, oshpaz restoranlari bilan hamkorlik qilib, marketingda o'z tajribamni oshirganman. Qolaversa Londonda 3 yildan beri o'tkazilayotgan Uzbek Culture and Food Festival media va marketing koordinatoriman. Hozirda 1,5 yildan beri O'zbekiston bozorida bir nechta brendlarga, mahalliy brendlarga marketing taraflama yordam berib kelyapmiz, hamkorlik qilib kelyapmiz. Ular qatorida Bon Cafe, qahva, showroom fast food restorani, Swiss Coffee va boshqalar. Xo'p, restoran marketingida quyidagi 5 ta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Birinchi o'rinda restoran egalari har doim yaxshi natija xohlashadi va yaxshi natija bo'lish uchun har doim 3 ta narsaga bog'liq deb aytaman. Birinchisi bu raqobat kam ko'pligiga, ikkinchisi taklif kuchiga. Taklifingiz qancha zo'r bo'lsa, mijoz sizni tanlash ehtimoli ham shuncha oshadi va uchinchisi reklamani davomiy qilishingiz kerak. Har doim o'zingiz brendingiz haqida mijozlarga eslatib turishingiz kerak. Ikkinchi o'rinda customer journey map, ya'ni mijoz yo'l xaritasi. Sizga kelguncha mijoz bir nechta etaplardan o'tadi va ulardan birinchilari bu tanilish va qiymat etaplari. Tanilish bosqichida mijoz sizni kompaniyangiz bozorda borligi haqida, o'sha существовать qilish haqida biladi. Va ikkinchi etapda, qiymat etapida sizni konkurentlaringizdan farqingizni biladi. Ya'ni nima yaxshi va nima yomon tarafingiz borligini biladi. Bu yerda ikkita quyonni bitta o'q bilan urish uchun siz blogerlar bilan hamkorlik qilishingiz kerak. Ularga byudjetim yo'q deyishdan oldin shoshilmang, chunki aksariyat blogerlar bilan barterga ishlasa bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Siz o'z restoraningizda ovqatlanish uchun 10,000 plus auditoriyasi bor blogerga voucherlar berasiz. 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha. Va bu narsani qancha ko'p qilsangiz, qancha davomiy qilsangiz shuncha yaxshi. U bloger sizni restoraningizga keladi, ovqatlanadi va maroqli vaqt o'tkazganini o'sha auditoriyasi bilan bo'lishadi. Bu user generated content ham deyiladi, ya'ni sizning foydalanuvchingiz siz haqingizda gapirsa, bu ko'proq ishonch beradi qolganlarga. Uchinchi o'rinda maksimalni ko'p yaxshi odzivlar, ya'ni sharhlar yig'ishingiz kerak. Mijozlarni yaxshi odzivlari boshqalarni tezroq qaror qabul qilishiga yordam beradi. Bu narsani yana bitta narsaga juda katta foydasi bor. Videoni oxirida aytib o'taman. 4-o'rinda Google va Yandex profillaringiz bo'lishi shart. Va u yerda ham siz aktivni odziv yig'ishingiz kerak va u yerda yangiliklarni ham yozib borsangiz bo'ladi. Bu narsa sizni qidiruv tizimlarida topga olib chiqishga yordam beradi. Va nihoyat 5-o'rinda eng qiziq joyi ChatGPT, DeepSeek, Gemini, xullas sun'iy intellekt sizni restoraningizni userga, ya'ni o'sha foydalanuvchiga tavsiya qilish uchun siz nimalar qilishingiz kerak. Xo'p, qog'oz va qalam oling, bu narsani har bittasini yozib olishingiz kerak. Birinchi o'rinda veb-saytingiz bo'lishi shart va u veb-saytda siz maksimalni ko'p kontent yozishingiz kerak o'zingiz haqingizda. Va ayniqsa FAQ, ya'ni ko'p beriladigan savollar bo'limiga juda qattiq e'tibor berishingiz kerak. Ikkinchisi, boya bekorga aytmadim, yaxshi odzivlar yig'ish kerak deb. Unutmang, sun'iy intellekt internetdagi barcha ma'lumotlarni analiz qilib, keyin foydalanuvchiga javob beradi va siz haqingizda yozilgan har bir ma'lumotni, har bir odzivni alohida skan qiladi. Uchinchisi, Google va Yandex profile. Ko'p ma'lumotni sun'iy intellekt aynan shu profillaringizdan oladi. Shu xaritada bo'lsangizgina userga javob berganda sizni xaritada ko'rsatadi va o'z xaritasida ChatGPT restoraningiz nomi bilan birga katta qilib reytingingizni ko'rsatadi. Va aynan shu yerda foydalanuvchilarning 3 yulduzli, 4 yulduzli yoki 5 yulduzli sharhlar qoldirishi katta rol o'ynaydi. Va 4-inchisi, boshqa veb-saytlarda va qanaqadir rubrikalarda sizning nomingiz zikr etilishi juda ham muhim. Misol uchun, qaysidir mashhur publik Toshkentdagi top 10 ta restoran ro'yxatini tuzib chiqqan
va aynan o'sha ro'yxatda siz bo'lsangiz, buni sun'iy intellekt ko'radi va sizni tavsiya beradi. Va bonusiga yana bitta tavsiya beraman. Shuncha harakat qilib, pul tikib, marketing qilasiz, lekin qayta sotuv bo'lmasa, hammasi bir tiyin. Qayta sotuv qilish uchun esa servisingiz va taomlaringiz zo'r bo'lishi kerak va reklamangiz doimiy bo'lishi kerak. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz biznesingiz o'sishini xohlaysiz va doimo izlanishdasiz. Video ostida o'z Telegramimni qoldiraman va havola orqali o'tib, menga xabar yuborishingiz mumkin va aynan sizning restoraningiz marketingini bepulga audit qilib beraman. Videoga like bosish va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.